Atrofdagi vaziyat qanday? Ha, kapitan Arens hozirgina dushman tank guruhiga duch keldi. Kechirasiz. Lekin bu muhokamada hozir bo'lishi mumkinmi? Ha, albatta. Rostini aytsam, seni aldab qo'yishingni afzal ko'raman. Turar joy hududlarida jang qilayotganga o'xshaysiz. Buni qanday qilib hal qilasiz? Shunchaki artilleriya deyman. Artilleriya? Aholi yashaydigan hudud ustidanmi? Ha, bu qurbonlar sonini minimallashtirish kerak. Podpolkovnik, axir bu xalqaro urush qonunchiligini buzish emasmi? Sen aytayotgan konvensiya o'zaro bog'liq. Bu faqat urushni barcha tomonlari shartnomani imzolagan taqdirdagina amal qiladi va faqat ushbu tomonlar o'rtasidagi janglarga. Shuningdek, bilishimcha, federatsiya shartnomani imzolamagan. Axir, shaharni yoqib bo'lmaydi. Ha, ular ko'plab imperiya shaharlarida shunday qilishgan. Shunday qilib, ularni ham xuddi shunday taqdir kutmoqda. Shoshmay turing. Siz cherkovni ham buzmoqchimisiz? Diniy xodimlarga hujum qilish, urush davri kodeksini buzishdir. Ha, men bunga amin emasman. Diniy inshootlar va xodimlar himoya qilinishi kerak. Binoni kamchiliklarini tasdiqladik. Unda diniy muassasaga kerak bo'lgan belgilar yo'q. Nima? Biz harbiy kodeksni ham, urush qonunlarini ham hurmat qilamiz. Lekin haqiqat shundaki, u yerda hech qanday iz yo'q. Lekin bu aniq emas-ku. Podpolkovnik, biron bir belgini ko'ryapsizmi? Yo'q. Hamkorligingiz uchun chin dildan